Joyimizda balandligi 2.65, 18 ta stupenka, 14,5 ga 30 santimetrdan tushgan. Eng kengi bu yerda 1,5 metrli apalivkamiz, eng tor joyda 1.20, eng tepasi esa 1.45. Plashatkamiz ham oyismon bo'lib tashqariga chiqqan. Bu yondan ko'rinishi. Kimnidir qanaqadir qiziqtirgan savoli bo'lsa, opisaniyada telefon nomerimiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin yoki shunga o'xshash biton zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Zinapoyamiz uyga yarashganmi, mos tushganmi, chiroylimi?